Salom, aziz avtomobil ishqibozlari, bugun siz bilan birga hayotdagi eng nafis, zamonaviy va biroz ko'cha yirtqichi bo'lgan avtomobil haqida gaplashamiz. Bu siz o'ylagancha emas, balki yangi 2025 yilgi Chevrolet Captiva. Ha, bu ismni eshitganingizda allaqachon quloqlaringizda dvigatelning yoqimli guvillashi yangrayapti, to'g'rimi? Bu mashina o'z sinfining haqiqiy yetakchisi, chunki u nafislikni, kuchni va texnologiyani bitta jasur tanada mujassamlashtirgan. Avvalo, dizayn haqida gaplashamiz. Shini black rangda yaltirab turgan bu avtomobil xuddi tungi osmondagi yulduz singari ko'zni o'ziga tortadi. Old tomondagi katta, o'tkir burchakli panjara markazida yaltirab turgan oltin rangli Chevrolet logosi bilan u sizga "Men yo'lning xo'jayiniman" degandek boqadi. LED faralari esa shunchalik o'tkir va aniqki, ularni yoqsangiz hatto tunda ham qo'shnilar oynasidan qarab "Kim keldi?" deb hayron bo'lishadi. Yon tomonlari aerodinamik, silliq chiziqlar bilan bezatilgan, past osilgan kuzovi esa unga sport kayfiyatini beradi. Xullas, bu Captiva nafaqat chiroyli, balki jiddiy niyat bilan yaratilgan. Orqa tomondan qaraganda esa sizni zamonaviy LED chiroqlar va ikki to'g'ri burchakli chiqindi trubalari kutib oladi. Ular nafaqat bezak, balki kuchning o'z ifodasi. Shunaqa chiqish tizimini ko'rsangiz, haydashdan oldin bir zum jim turib, "Yo'l tayyormi?" deb so'rayasiz. Ichkariga o'tsangiz, bu joy haqiqiy hashamat makoni. Yumshoq charm o'rindiqlar, yoritilgan panel, katta raqamli displey, harorat nazorati, hammasi shunchalik qulay joylashtirilganki, siz haydashni emas, dam olishni boshlaysiz. Rul orqasida o'tirganingizda esa o'zingizni super qahramondek his qilasiz, xuddi siz uchun yaratilgandek. Boshqaruv tizimi shunchalik yumshoqki, barmogingizni biroz harakatsiz ham mashina nima qilishni biladi. Dvigatel esa kuchli, lekin sokin. Yo'lga chiqqaningizda u sizga shunday deydi: "Siz orqaga suyaning, qolganini men qilaman." Tezlanishida Captiva o'zini yo'lda yengil tutadi. Oxdan 100 gacha chiqqanida sizga hayrat bilan "Bu jiddiy narsa" degan hissiyot beradi. Uning yo'l tutilishi mustahkam, lekin qulay, burilishlarda esa u go'yo siz bilan raqsga tushayotgandek harakat qiladi. Tormoz tizimi ham ajoyib, xavfsizlik esa eng yuqori darajada. Siz, oilangiz yoki do'stlaringiz bilan uzoq yo'lga chiqayotgan bo'lsangiz, Captiva sizni tinchlik va ishonch bilan manzilga yetkazadi. Eng ajoyib jihati shundaki, bu mashina har qanday haydovchiga mos. Tajribali bo'lsangiz ham, yangi boshlovchi bo'lsangiz ham, u sizga do'stona munosabatda bo'ladi. Tashqaridan qaraganda jiddiy, ichkaridan esa mehmondo'st, haqiqiy gentleman mashina. Misty Grey yo'q, bu safar qora, ya'ni Black Beauty. U yorug'likda suyuq metall singari jilolanadi, kechasi esa jim va sirli ko'rinadi. Hatto mashinani yuvayotganingizda ham suv tomchilari tanasidan sirgalib tushadi. Go'yo u "Meni tozalash shart emas, men har doim mukammalman" degandek. Bu hazil albatta, lekin haqiqatan ham uning. Salom, aziz avtomobil ishqibozlari, bugun siz bilan birga hayotdagi eng nafis, zamonaviy va biroz ko'cha yirtqichi bo'lgan avtomobil haqida gaplashamiz. Bu siz o'ylagancha emas, balki yangi 2025 yilgi Chevrolet Captiva. Ha, bu ismni eshitganingizda allaqachon quloqlaringizda dvigatelning yoqimli guvillashi yangrayapti, to'g'rimi? Bu mashina o'z sinfining haqiqiy yetakchisi, chunki u nafislikni, kuchni va texnologiyani bitta jasur tanada mujassamlashtirgan. Avvalo, dizayn haqida gaplashamiz. Shini black rangda yaltirab turgan bu avtomobil xuddi tungi osmondagi yulduz singari ko'zni o'ziga tortadi. Old tomondagi katta, o'tkir burchakli panjara markazida yaltirab turgan oltin rangli Chevrolet logosi bilan u sizga "Men yo'lning xo'jayiniman" degandek boqadi. LED faralari esa shunchalik o'tkir va aniqki, ularni yoqsangiz hatto tunda ham qo'shnilar oynasidan qarab "Kim keldi?" deb hayron bo'lishadi. Yon tomonlari aerodinamik, silliq chiziqlar bilan bezatilgan, past osilgan kuzovi esa unga sport kayfiyatini beradi. Xullas, bu Captiva nafaqat chiroyli, balki jiddiy niyat bilan yaratilgan. Orqa tomondan qaraganda esa sizni zamonaviy LED chiroqlar va ikki to'g'ri burchakli chiqindi trubalari kutib oladi. Ular nafaqat bezak, balki kuchning o'z ifodasi.